Rossiyada 1-apreldan migrantlar uchun yangi qoidalar kuchga kirdi. Unga ko'ra, endi migrant bolalar rus tilidan imtihonsiz maktabga qabul qilinmaydi. Ular rus tilidan imtihon topshiradi. Testdan o'tish uchun 5 balldan 3 ball olish kerak bo'ladi. Shuningdek, endi xorijliklar 10 tadan ko'p bo'lmagan SIM karta olishi mumkin xolos. Ushbu cheklovlar bir abonentga ba'zan yuzlab raqamlar ro'yxatga olingani sababli joriy etilgan. Bu firibgarlarga turli sxemalarda SIM kartalardan foydalanishga imkon bergan. Bundan tashqari 1-apreldan boshlab Rossiyada 1 yil va undan ko'proq vaqt davomida fuqarolik, yashash uchun ruxsatnoma yoki yashash uchun vaqtinchalik ruxsatnomaga ega bo'lganlar uchun xorijiy haydovchilik guvohnomalari bekor bo'ldi. Mashina boshqarishni davom ettirish uchun endi Davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasida GAIda, ya'ni nazariy imtihon topshirish va Rossiya haydovchilik guvohnomasini olish kerak bo'ladi. Agar haydovchi hujjatlarni almashtirmasa, u 15 ming rublgacha jarimaga tortiladi. Shuningdek, Rossiya guvohnomasini olguncha haydovchilikdan chetlatiladi. Yana bir talab esa noqonuniy migrantlar Rossiyadagi holatini qonuniylashtirishi kerak. Endi barcha migrantlar uchun qat'iy muddat bor. Ular 2025-yilning 30-apreliga qadar o'zlarining huquqiy maqomlarini tartibga solishi kerak. Bunga rioya qilmaganlar nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi, ya'ni ular mamlakatni tark etishga majbur bo'ladi.